Sizlar ko'rib turganlaridek Estoniyani ham bir qator aylandik. Sizlar bilan endi esa ukamizning tug'ilgan kuni bo'lyapti. Bu ham Obraxotda filialida Sultan Saroy degan yangi kafe ochilgan, restoran desak ham bo'laveradi, kattaroq, ancha masshtabliroq. Ukamizning tug'ilgan kuni bo'layotgan taklif qildi. Bu yerga ham kiramiz. Faqatgina sizlar bilan morojeniyni baham ko'rganimizdan keyin harakat qiling. Oldim. Mayli, yaxshi ishlaydi. Sog' bo'linglar. Sulton Saroy naryoqda. Ne mashina olib ketyapman. Как ты заходишь? Mana bu Sharq oldin to'yxona, oldin kafesi edi, restoran bo'lgan. Hozir to'yxonasi onda-sonda ishlayapti. Hozir karantin bo'yicha ishlamayapti. Tagini dorixona qilib tashagan va bank, hamkor bank. Kafes, hamkorgan filiali. Sovqotdim-da. Mana hozir ichkarini kirib olamiz, tashqarida boshqasi gapirishadi. Yana Sulton Saroy do'stlar. Mana do'stlar, Sulton Saroyga ham yetib keldik. Hozir bu yerda ukamizning tug'ilgan kuni bo'lyapti. Kirib bir tabriklab, hamda sizlarga Sulton Saroyda ko'rsatamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganlaridek, juda ham shinam, juda ham krasivoy kafe bo'lgan. Yo'qroq restoran desak ham bo'ladi. Juda ham shinam, juda ham ozoda, toza va jahon standartlariga sam bo'lsa ham talab beradi, talabiga javob beradi. Mana ko'rib chiroyli atrofni ko'rsatamiz. Albatta. Akalar ko'ring. To'g'ri dedi. Otabek aytdi. Chinni salda. Ko'pmi odam? Ukamız tug'ilgan kuniga kelib qolyapti. Rasman hali ovqat payti yetib kelibmiz do'stlar. Ты слышишь? Klienti. Ukamiz Otabek bo'ladi. Ko'rishib oling. Tug'ilgan kuningizni. Muzikani pazlab turaylik. Bo'l. Bemalol. Kesaveramiz. Bo'l gap. Mana aziz do'stlar, ukamiz Otabek, meni yaqin ukamonim. Shu yerda o'zi aslida ish faoliyatini olib boradi. Bugun tug'ilgan kuniga to'g'ri kelib qolibmiz. Marhamat do'stlarga ham. Do'stlar salom, bitta nima qilib tabriklab olasiz ukamiz. Assalomu alaykum. Malika hayoti kanali. Men ko'pdan foydalanaman. Otabekjon do'stimga tabrik bildirmoqchiman. Umri uzoq, joni sog' bo'lsin, ota-onasini baxtiga, bizni baxtimizga sog' bo'lsin. Shunaqa davralarda yig'ilib o'tirish hammamizga nasib kelinglar. Men qo'shimcha qilamanki, oshlarimiz uzoqdan foydalanib, baxt tilayman. Doim sog' omon bo'lsin. Jiyanim baxtli bo'lsa sog' bo'lsin deb. Baxtli Bo'l. Turganlaringizda Sulton Saroyga qoldik. Hozir yana kecha aylanamiz va boshqa joyga boramiz. Boshqa joyga ko'rsatamiz.
Otabek yana gaplashamiz. Assalomu alaykum. Mana do'stlar ko'p turganlar yangi restoran. Judayam go'zal, menga yoqdi. Kerak bo'lsa, agar cho'ntagim pulim ko'targanda har kuni mana shu yerda ovqatlangan bo'lasiz. Gaplashamiz. Akam. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana asaka aylanishda yetishmagan kadrlari. Ko'pchilik so'raganda yetishmagan kadrlarni hozir mana qo'yamiz. Sekin ketaveramiz. O'tgan safar nimaga yetishmagan kadrlar deyilganlarga 50-dom qo'yilmadi deganlarga javobim shu. Chunki undan oldin ash kuni hammasini olgan edik. 50-dom ham olingan edi. 51 ham olingan edi, 52 ham olingan edi. Hammadom olingan edi. Lekin montaj qilayotgan jarayonimizda kompyuterimizda qanaqadir bir nosozlik paydo bo'lib, o'shalar o'chib ketdi. Mana nosozlik bo'lib, o'sha videolarni montaj qilayotganimizda pirpirab olib, o'sha joylari kuyib chiqmay qolgan ekan. Hozir mana qadam, mana bu dedim, mana yerda akfa qilishyapti. Mana 96 bu domni mana bunday qilib ko'rsatsak zo'r bo'ladi. Mana 52-dom. 52-dom bu yoqqa Grand Media DVD xonasi. Yo'q, to есть disklar sotadigan joy. Shunaqa gap do'stlar. Oqshombarga ham kirib kelsak, oqshombarda ham ko'rsatamiz hozir. Yomon ham qornim ochdi. Yo'llarga oxunata nimasiga kirib anaqa restoraniga kirib, men uchun restoran, oxunata oshxonasiga kirib bir tanovul qilib olaman. Qo'llarimni to'ydirib keyin chiqaman. Chunki sahar 5 dan beri yuribman syomkada. Ana oqshombar. Sizlar charchamaslar. Ana oqshombar. Oqshombarda pastda hech narsa o'zgarmagan, mana nimalardan tashqari mana chekalarga qurilib ketdi. Oxunotaga kirib hozir tanovul qilamiz do'stlar. Oxunota oshxonasiga kirib tanovul qilib olishga bizga nasib etdi. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi, omonmisiz? Ana oxunota nimasi? Nima bo'lyapti? Sarvar aka, asaka hayoti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Asaka hayoti admini. Ishlar yaxshimi aka? Kimsiz charchamasdan? Qoshning oshi bo'lyapti. Yo'q. Ha, xudo xolasa. Yomon ketmanda o'zi rosa qornim och edi. O'zi osh ustida. Osh ustiga mana. To'ppa-to'g'ri qozon ustiga ketman do'stlar, ko'ryapsizlar. Men yomon odam emasman. Hammanglar yomonsan deysizlar. Mana
Ziravorlargacha qo'yib qo'yishibdi. Ziravorlargacha mana hozir xudo xolasa 15 minut 20 minutda oshimizni dam. Islom aka so'kadi, mendan birinchi kontent olyapsan. Yo'q, olish bo'ldi. Rosa bo'ldi keyin. Qay kelyapman aka. Islom aka 10 minut 15 minutdan keyin chiqarsa durust bo'ladi. Asa qornim ochuvdi, ovqatlangani keldim. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka, ishlar yaxshimi? Siz Yanga qo'lingizda kamera ekan. Astana kamera aka. Qornim ochuvdi aka. Nima uchun emas, va chet ellik nima deydi? Akalarimiz, muxlislarni, musofirda akalarimiz uchun. Ovqatlangani kelgan xonasiga ham qo'lda kamera siladi deb. Bolam qadriga yetib buni qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri. Haliga o'tgan safar aylanishda olganda 50-domlar kesilib ketuvdi, oxunota kesilib ketuvdi. Buni so'ragan meni opam bo'ladi, Dinar opa. Ha. Asopaga meni qo'yib berdi. Bo'ldi. Opa yaxshimisiz? Ana qo'yib beramiz Dinar opaga. Ana shuni monodondirga, mana shuni. Asha men 50 da oldida, 52. Ha. Keling boshlaydigan vaqtga kattalar. Shunsaga charchamayapsizmi? Ha? Sahar turganman. Nimaga? Nonushta bor edi, 5 ta turganman. O'zi birda uxlaganman. Kecha ko'rgansizlarki, sen o'zing ko'rdingiz sardan. 5 ta turib 4 soat uxladim. Keyin bu yoqda telefon toshgan osh, siz yaxshi ko'rgan oshni bugun olaylik, video qilaylik dedi. Bugun sahar paydo bo'ldimi bu idea? Yo'q, sahar o'zi osh qilinyapti. Videoga bugun olaylik, syomka qilaylik. So'rashdi kommentariyada. Ha, bo'ldi aka, olamizda deb nonushtani tuzib keldim-da. Xudoning qudratini qarang, rosa qornim ochibdi. Uydan ayamdan ovqat desam, bor, oxunotada ozuq ovqat qilyapti deydi. Eshitib keldim, ashna bo'ldi. Yangi mikrofonlar ishlatyapti. Sarvar Bey bilan Sarvar Bey olgan. Ya, Islom aka podarka qilingan Qora mikrofon. kadr qo'yasizlarni. Qani, meni kutib turishibdi ekan, chiqay. Men ham chiqaman, meni ham qornim och. Siz Men ham yeyman. Ana. Haligi yaxshi odam oshishni xatoligini isboti mana. Sarvar. Assalomu alaykum. Astani kamerada emas bola. Aziz muxlislarimizga. Astani kamerada yuradi. Ha, nima qilyapsiz hali? Asha 50-dom qolib ketadi ekan o'tgan safar aylanishda. Oxunota kesilib ketadi ekan haligi montaj ishlari bilan bo'lib. Yomon o'zingdan ketibsan. Oxunotani kesaveramiz. Montaj qilayotganimizda nima bo'lib qoladi ekan? Pirpirab qoladi ekan. Ashunga boshqatdan aka. Odam osh ustiga mana hazar. Osh bo'lyaptimi? Mana. Ha? O'zi kakros qornim ochiydi. We hope, we pray for better days.